Salom do'stlar va obunachilar. Sizlar bilan Plibo Zga kela olmagani uchun men videoni boshladim. 1000 kunlik Vijuvaniyaning 5-qismini olamiz. Qani ketdik. Unda birinchi bo'lib mana shu cho'tki chiqqan. Do'stlar, birinchi bo'lib mana shu yerni loyga to'ldirib chiqishimiz kerak. Chunki bu yer somon qilamiz-da, bu yerni. Somon ferma bo'ladi. Unda olg'a do'stlar. Salom do'stlar. Hozir men barmoqlarimni shiqillatsam, mana shu yer bitib qoladi. Unda mana do'stlar, bu yer ham bitib qoldi. Hozir nechinchi kunligini bilmadim, lekin buni qurishga 2 kun vaqt ketdi. Bu loylar terishga 1 kun vaqt ketdi. Jami 3 kun vaqt ketdi do'stlar. Mana bu yerda bitirib qo'yishimiz kerak. Ekin narsalarni ekib qo'yamiz. Birinchi ketib olsa olamiz do'stlar. Do'stlar, hali ham Zga xabari yo'q. Mana buni o'qib ham ko'rib olgan. Bunda ketmon ham bor ekan do'stlar. 3 tasini ekamiz. Qolgan birsidagi Zga turibdi. Bunda boshladik do'stlar. Bakır ham bor, kakras. Hadi qilib eksak. O'tdizga bitta nuqta qo'yamiz. Bundan sadece chakda. Hadi. Shuncha qalinlik yetadi. Do'stlar, mana endi bo'ladi. Mana shunday joylarga ekib chiqdik. Do'stlar, sizlarga bitta maslahatim bor. Do'stlar, maslahatim shuki, Artifakt va BDV kanaliga obuna bo'lib qo'yinglar. Mana shu yerda rasmlar bor. Obuna bo'ling va like bosing. Artifakt juda mashhur inson. Mayli do'stlar. Shu bilan 5-qism tugadi do'stlar. Sizlar bilan Plibo bo'ldi. Mayli.